Futbol tarixidagi eng jangovar va g'alabaga chanqoq futbolchilardan biri bu albatta Serxio Ramos. Uning maydondagi agressiv o'yini, muhim gollar va ko'plab rekordlari uning haqiqiy afsonaga aylanishiga sabab bo'ldi. Bugun sizga Ramosning futbolchilik faoliyati, eng yirik yutuqlari va kam ma'lum bo'lgan qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Uning futbolga kelishi. Serxio 1986-yil 30-martda Ispaniyaning Camasaet shahrida tug'ilgan. U futbolga bo'lgan muhabbatini yoshlikdan namoyon eta boshlagan. Ramosning professional faoliyati Sevilla klubida boshlangan. U bu yerda himoyadagi ishonchli o'yini bilan ko'pchilikning e'tiborini tortdi. 2005-yilda 19 yoshida Serxio Ramos Real Madrid safiga qo'shildi. Qizig'i shundaki, u Florentino Perez davridagi yagona ispan futbolchisi bo'lib, 30 million yevroga transfer qilingan edi. Bu o'sha davr uchun yosh himoyachi uchun eng katta rekord summa edi. Real Madriddagi afsonaviy davr. Ramos Real safida 16 mavsum o'ynadi va bu vaqt ichida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. U qirollik klubi bilan 5 marta La Liga chempionligi, 4 marta esa UEFA Chempionlar Ligasida g'alaba qozondi. Uning Chempionlar Ligasi finalda Atletico Madrid darvozasiga 93-daqiqada urgan goli tarixga kirgan. Aynan shu gol Realni 10-chempionlik La Decima qo'lga kiritishiga sabab bo'lgan. Ramos nafaqat himoyachi, balki hujumda ham xavfli edi. U o'zining boshi bilan uradigan gollari bilan tanilgan. Faoliyati davomida 130 dan ortiq gol urgan. Bu ko'plab hujumchilardan ham yuqori natija. Uning maydondagi qattiqqo'lligi ko'p marta bahs munozaralarga sabab bo'lgan. Ramos La Liga tarixida eng ko'p qizil kartochka olgan futbolchi. Jami 28 ta. Juda ko'p, ha? Ramos Ispaniya terma jamoasi bilan ham tarix yaratdi. U 2010-yilda Jahon chempionligi, 2008 va 2012-yillarda esa Yevropa chempionligini qo'lga kiritdi. U 180 dan ortiq o'yin o'tkazib, Ispaniya terma jamoasi tarixidagi eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilar qatoriga kirdi. Xo'sh, endi u haqida qiziqarli faktlarga kelsak. Ramos gitara chalishni yaxshi ko'radi va flamenko raqslarini muxlisi. Uning tanasida 40 dan ortiq tatuirovka bor. Ular orasida muhim g'alabalar, esdaliklar